Voy, kuyov. Chiroyli joy ekan. Qatnab topdingiz. Hozir bir minut ojon. Labba eshitaman. Hozir borishim kerak. Bo'ldi. 10 minut yetib boraman. Tinchlikmi qatga? Tinchlikmi? Ishxonaga srochniy chaqirib qoldi. Bormasam bo'lmaydi. Menga qarang kuyov. Shu qizimni bir kunginagina meni uyimga yuborsangiz, bir aja dardlashib, qizim bilan, nima deysiz? Bu nima deganingiz, oyijon? Bir kun emas, 2-3 kunga ham ruxsat beraman. Onani ham boylab bermagan. Bugun bor, ertaga yo'q. Rahmat dadasi. Bo'lmasa menga ruxsat. Shotni ber. Yo'q. Men o'zim. Shu safar men o'zim. Yo'q, o'zim to'layman. Qanday bo'ladi? Men o'zim mehmon qilib to'lamasdan chiqib ketsam. Maqtay bo'ladi. G'alati bo'ladi-da. 2-3 kunga qizimga ruxsat berdingiz-ku. Mendan bo'lsin bu safar, xo'pmi? Ha, mayli, bo'lmasa men boray. Mayli, xo'p. Yaxshi boring, bolam, xo'p. Menga qara, eringning kartasini kodini bilasanmi? Ha, bilaman, tinchlikmi? Qo'yinglar. O'zicha qaynonam tushib qolgan kartada pul bor deb o'ylayapti. Uni puli yo'q-ku. Nima? Puli yo'q. O'ynar lekin bir mard yigitning ori bilan o'ynashma.